Menga juda ham ko'pchilik savol berishadi. Muxlis opa, namuncha ko'p o'qiyverasiz, namuncha ko'p o'rganaverasiz, nima topasiz shu o'rganib deyishadi. Lekin bittagina javobim bor. Har gal o'qiganingizda, izlanganingizda, yangi dars olganingizda o'zingizni yangi versiyangizni topasiz. Yangi versiyangiz oldingidan ham zo'r bo'ladi. Unda imkoniyatli keng bo'ladi. Blokli ketgan holatda, ya'ni yoshligingizda sen eplolmaysan, sen qilolmaysan, seni qo'lingdan kelmaydi, senga mumkin emas degan narsalar aslida Alloh taolo tarafidan tug'ilganingizdayoq yaxshilikni ruxsat berib qo'yilgani, imkoniyatlari chegarasiz dunyoda yashayotganingizni anglay boshlaysiz. Shuning uchun hammanglarni ustoz shogirdlik yo'nalishida boshlanayotgan darsimizga taklif qilaman. Kim o'zini yangi versiyasini topmoqchi bo'lsa, aybdorlik hissidan chiqqan holatda mazza qilib yashashni, ilm olib, rohatda, farog'atda, xotirjamlikda, badavlatlikda yashashni istayotgan bo'lsangiz, albatta shogirdlarim ichida bo'lishingiz mumkin. Atigi 12 ta dona o'quvchi qabul qilaman. Har bir bilan individual holatda ishlanadigan jarayonlar bo'ladi. Ana shuning uchun ham ko'pchilikni qabul qila olmayman. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Inshaalloh ilmda bardavom bo'lishinglarni tilab qolaman.